Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Charchamasdan bitta o'tirsam bo'lar bir şey. Bemalol akajonlar. Akajon, shu oyoqlarim qaqshab og'riyapti. Bironta zo'r giyohingizdan bering jon aka. Siz aytasiz, biza bermaymiz akajonim. Qarang, Rossiya davlatidan haqiqiy oyoq bo'g'imlar uchun original retsept keldi aka. Bu sabilni giyohimiz. Qarang, yana bittasi qora barbaris tomiri. Uchinchisi mana qora andis tomiri. Korin grisil deyiladi bu narsa. Mana shu 3 ta resept bitta sinab ko'rasiz. Xudo xolasa sizda bo'g'im og'riqlari, oyoq og'riqlari vobshe yo'qolib ketadi aka. Qarang, buni ishlatish tartibi akam video olyaptilarmi? Xalqqa mana ko'rsating aka. Yosh kattalar ham ishsa bo'ladi. Bemalol aka, muammosiz. Mana shu sabilni giyohimizdan 3 ta olasiz. Bitta bo'lak bundan olasiz. 2 dona, 1 dona bo'lsa ham bo'laveradi, farqi yo'q. 2 litrga damlab, ovqatdan keyin 50 grammdan 4 mahal, 3 mahal ichaverasiz. Bo'g'im og'riqlari, opshim yo'qolib ketadi, xudo xolasa. Ko'p narsa oldim, ta'sir qilmadi, biz zo'r. Aka, mana shu retseptni xudo xolasa sinab ko'ring, foydali bo'ladi. Biz sizga oddiy narsa bermaymiz. Haqiqiy sinalgan narsa.